Itachi o'z do'stlarini, sheriklarini, sevgan yorini, otasi hamda onasini o'ldirdi. Ammo kichik ukasini o'ldirgani yo'q. U qon ko'z yoshlarini to'kib, ichida bo'lgan so'nggi his-tuyg'u qoldiqlarini ham o'ldirdi. Itachi do'stlarini, sheriklarini, sevgilisini va o'z ota-onasini ham o'ldirdi. Ammo faqatgina ukasini o'ldirishga qo'li bormadi. U qon bilan yig'lagan holda ichidagi bor hissiyotlarini o'ldirdi. Itachi o'zini do'stlarini, kattalarni o'ldirdi. Yaxshi ko'rgan odamini, ota-onasini o'ldirdi. Lekin kichkina ukasini esa o'ldira olmadi. U qanchalik qiyin bo'lsa ham hamma his-tuyg'ularga ko'z yumib, o'zini klanidagilarni hammasini qishloqni xavfsizligi uchun o'ldirdi.